Xitoylik mashhur bloger Z ismli qiz 14 million obunachisi bor qiz bir kechani o'zida 4 million obunachisini yo'qotdi. Bilasizlarmi nimaga? Buni hammasi bitta manipulyator, Alfons va abuzer dastidan. Bu mavzu juda ham uzun bo'ladi, yaxshilab o'tirib olinglar va juda ham qiziq bo'ladi. Xitoylik mashhur bloger qiz Z ismli qizda 14 million obunachisi bor edi. U Xitoyning TikTok'ida eng kuchli blogerlardan bittasi edi. Va bir kuni Z o'zini sahifasiga bitta rasm qo'yadi. Unda u homiladorlik testi bilan biz endi uchtamiz degan rasm edi va uni yonida bitta bola ham bo'ladi. Lekin afsuski boyagi bolani yuzi yopiq. Ya'ni Z uni ataylabdan yuzini yopgan edi. Buni ko'rgan Z obunachilari bolani otasi kim ekan deb qiziqa boshlashadi va uni otasi o'zini TikTok'ida 800 ming obunachiga ega Han ismli yigit edi. U Xitoyning TikTok'ida juda ham mashhur bola edi, lekin uni obunachisi Zga qaraganda ancha-muncha kam edi. Unda atiga 800 mingta obunachi bor edi. Bu rasmni ko'rgan qiz obunachilari Handan ham rasm kutadi. Lekin afsuski Han o'zini TikTok'ida hech nima qo'ymaydi. Bu vaqtda Z u haqida rasmlar, videolar olayotgan vaqtda u qanaqadir o'zini kontentlarini olib borardi. Hanning TikTok'iga kirsanglar, u faqat boyvachchalar oladigan kontent olardi. Bu qimmat uylar, qimmat mashinalar, qimmat brendoviy kiyimlar haqida bo'lardi va uni obunachilari menimcha Hanning ota-onasi juda ham badavlat. O'shaning uchun Han har doim boylik haqida ko'proq video chiqarardi deb o'ylardi. Lekin afsuski unaqa emasdi. Bir kuni ular uchrashib yurganda internetga bitta anonimli xabar video tarqalib ketadi. Unda bir qiz aytishi bo'yicha Han u bilan uchrashib yurgani va unga ko'p narsalarni to'latgani haqida video edi va uni obunachilari bunga ishonishmaydi. Boyagi qiz daji Zga ham yozadi va hamma rasm videolarni ko'rsatadi. Hattoki Z o'sha qiz bilan video oladi va Han haqida gaplashib o'tirganini o'zining sahifasiga qo'yadi. Bu videodan keyin esa Zga obunachilari menimcha Z endi Hanni tashlab ketishga loyiq, chunki u g'irt babnik, Alfons abuzer bola ekan. Nima qiladi u bilan? Unga arzimaydi deb o'ylashadi. Lekin eng qiziqarlisi, ertasi kuni Z Hanni o'sha oldingi qiz bilan gaplashib o'tirgan videodan keyin uni tashlab ketishi o'rniga video qo'yadi va u videoda u qanaqa qilib Han bilan birga kelin ko'ylak tanlashga ketayotganini ko'rsatishadi. Buni ko'rgan obunachilari Zdan hammasi отписаться qiladi va bir kechani o'zida bilasizlarmi nima? 14 million подписчикning ichidan 10 millioni qoladi va Zdan 4 million obunachi odam отписка qilishadi. Bundan keyin Z juda ham qattiq stressga kirib qoladi, chunki bu yillab yig'ilgan auditoriya edi va bitta bolani dastidan bir kechani o'zida 4 million obunachi отписка qilishadi. Shundan so'ng Z o'zini sahifasiga bitta video qo'yadi.